O'zidan keyingi odamga istalgan mavzuda savol qoldirib keting. Sizning savolingizga to'g'ri javob beradigan bo'lsa, ishonchdan sovg'a yutib oladi. Yer sharini O'zbekistondan teshib o'tadigan bo'lsak, qayerdan chiqadi? Yer sharida hozir turgan joyimizdan to'g'ri narigi tomondan teshib chiqsak, qayerdan chiqamiz deb o'ylaysiz? Qashqadaryo. Yo'q, narigi tomondan teshib chiqsak. Amudaryomi, Sirdaryomi? Javobingiz noto'g'ri. O'zidan keyingi odamga ham istalgan mavzuda savol qoldirib keting. Qadimgi Rimda askarlarga endi maosh o'rniga berilgan oshxona mahsuloti qaysi? Qadimgi Rimda askarlarga maosh o'rniga beriladigan oshxona mahsuloti qaysi bo'lishi mumkin? Un noto'g'ri. O'zidan keyingi odamga istalgan mavzuda savol qoldirib keting. Hududida 11 ta vaqt zonasi joylashgan davlat qaysi? Hududida 11 ta vaqt zonasi joylashgan davlat qaysi bo'lishi mumkin? To'g'ri javob bersangiz, ishonchdan sovg'a bor. Ancha keng masalan, to'g'rimi? Hududi jihatdan ham ancha katta. Amerika bo'lishi mumkinmi? Amerika noto'g'ri. Ushbu savolga to'g'ri javob bilsangiz, javobini izohlarda qoldirib keting va samarqandlik bolaga obuna bo'lib qo'yishni unutmang.